Qalay? Oilamizdagilar juda ham charchadik, tasavvur qilamizlar. Hamma yog'imiz zirqirab boryapti sovuqdan. Manam borman. Biz hozir tasavvur qilishingiz uchun uyimizdan 140 kilometr uzoqdamiz va tog'ni eng cho'qqasidamiz, g'ordamiz. Bu dekoratsiya emas, rostakasi. Har bir insondan qo'rqolmay, hech qilib bir nimadir bo'lib qolmasin, yiqilib ketmasin. Mana bitta bu taraf ko'rsatgan. Bu pastlik o'rtoqlar 50-60 metrlik pastlik. Bu tog' turizligi o'z ko'rinyapti. Sizlar eng zo'riga arziysizlar. Inshaalloh 3-4 kundan keyin videoni joylaganimizdan keyin juda xohlagan bo'lardik. 1 soatda nerealniy tarixiy rekordni layklar qilishinglarni, tarqatishinglarni. Biz xohlamaymiz shuncha mehnatga 4-5 million bo'lsin. Bo'lsin 40-50 million. Chunki bu yerda juda ham ko'p komanda ishlayapti. Hammasi uydan kechib, bu yerda juda katta sarmoya qilganmiz. Sizlarga ishonamiz. Kostyumlar. Mana qaranglar, mana oyoqlarim loy bo'yapti tashkilagacha. O'g'limizni parkingga tashlab kelganmiz. O'g'limizni ham sog'indik. 2 kundan beri ko'rmayapmiz. Ijod shu tarafdan yaxshi, bir tarafdan juda yomon. Albatta. Sizlardan ko'p narsa talab qilmaymiz. Like, comment, kommentariya va repost. Albatta o'zingizlarning izohinglarni yozib qoldirishingiz shart. Yorvoraylik. Mana Husanov qanaqa aktivini ko'tarib yordik. Baraka topsin shu bola. Blogerni ham bitta ko'taraylik. Biz shu mehnatimizga prosmotr, laykni ko'rib, arzimiz deymiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Charchamaylar.